Hammaga salom. Biz dekabr 1-kunidan challenge boshlamoqchimiz. 5 kilometrlik har bitta bolani bitta-bittadan 12 kun davomida suzdirib chiqamiz. Vobshim tumanda ko'proq bola qolgan kunlarga to'shda qo'yib, yo'q qilib boramizda, suzdirib boramiz hammasini. Bugungi navbatda mana Imron hozir tanlaydi. Mana shu qog'ozdan ichidan 5 kilometrni nimada suzishini bilib olamiz. Tanla. Nega? Ko'rsatchi. Lasta, lopatka. Juda bez lasta, bez lopatka shunaqa narsalar ham bor edi mana. Mana Imron soatda lasta lopatkani taqib oldi. Mana sekundlar ham tayyor yonida qo'lni olib yuramiz. Tayyormisan Imron? Tush suvga. Ketdi mana. Bir soat 45 minut. 1 soat 45 minut vaqt ichida Imron 5 kilometr suzib bo'ldi. Soatimiz 6,5 kilometr ko'rsatyapti. Endi sal adashyapti. Sekundamerda har bitta 100 metrni olganmiz. O'sha bo'yicha 5 kilometr bo'ldi. Qalay bo'ldi Imron 5 kilometr? Charchadingmi yo'qmi? Imronni bugun vobshimda tug'ilgan kuni 9 yoshga to'ldi. Mana 1 soat 45. Imronni 1 soat 45 minutda 5 kilometr suzgani bu yaxshi holatmi yoki yo'qmi? Izohlarda fikringizni bildirib ketinglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, podpiska bosib ketishni eskilardan chiqarmanglar.